Oromgoh Kalsoydan ozgina ko'tarilganda, birinchi Islomobod ko'chada shinamgina hovlimiz sotiladi. Ushbu hovlimizda mana ko'cha tomondan ko'rinishi, ushbu hovlimizda gaz, suv, svetlardan xudo xolasa umuman muammo yo'q. Xudo xolasa tayyor hovlimizni obzorini ko'radigan bo'lsa, kirganimizda mana bemalol 2 ta 3 ta mashina uchun garajlari bor. Xo'p, hovlimiz xudo xolasa tayyor holatda. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunni hamma kamchiliklari qilib qo'yilgan, oyoq tagiga burulchatkalar ham qilib qo'yilgan, surtolar, mevali daraxtlari. Xo'p, mana bu tapchani tagida 21 tonnali hovuzlari ham bor, suv hovuzlari. Xudo xolasa mana shu ko'rishingiz mumkin. Uylarimizni ichi xudo xolasa tayyor remontlari qilib qo'yilgan. Hop, podvallari ham bor, punni podval panellarini bosib qo'yilgan. Mana tapchalarini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa zo'r holatda. Hop, oxirida oshxonalarimiz bor. Hop, общий uyimiz 8 xonadan iborat. Hammom hojatxonalari xudo xolasa bor. Hop, 4 tadan xudo xolasa inshaalloh bor. Общий sotig'i 8 sotiq joyga bino qurilgan, yana 2 sotiq qo'shimcha bor. Hujjatda 6 sotiq podvalimizni ko'radigan bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin. Podval 2 ga bo'lingan, punni panellarni bosib qo'yilgan. Hop, bu tomonda oshxona hamda o'tirish xonasi, tevada yana alohida zalimiz bor. Hovlida общий 2 ta zalimiz mavjud. Mana bu yerda ham o'zining kichkina xonalari bor. Orqa hovlini ko'radigan bo'lsa, o'zlari uchun kichkina alohida joylarini, qo'yxonalarini qilib qo'yilgan. Hovlimizda mana inshaalloh ko'rdinglar. Xolasa zo'r holatda. Ushbu hovlimizni mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol sotib olishingiz mumkin. Narxini kelishuv asosida xudo xolasa chiroyli qilib berishadi.